hozirgi kunda O'zbekiston MMA assotsiatsiyasiga o'zimizni Hoji Akbar aka bosh kotib qilib tayinlandilar. Hoji Akbar akamiz u bizni yoshligimizdan shu MMAga endi qadam qo'yib, hali xalq uncha tanimasdi ham. Farruh akamlar bilan endi ishlab, podkastlar qilib, hayotiy videolar olib yurgan paytimizda taniyman-da bir-birimiz bilan aka-ukamiz. U akamizni Hoji Akbar akani MMA sporti uchun imijini yaxshilashda, MMA sportida bachkanagarchiliklarni oldini olishda hamma mana shu rivojlanish nuqtai nazaridan qaraganda tajribalari yetarli. Chunki yoshliklari sportdan o'tib kelgan, mana shu hozirgacha mana shu O'zbekistonda sport rivojlantirishga hissalarini bilaman, u inson uxlamasdan ham kerak bo'lsa shu musobaqalar o'tkazadilar-da, ko'p joyda guvoh bo'lgan. Akamizni tim bo'li bizni MMA sporti ichki ishlar huzuriga o'tdi. Bundan juda ham xursand bo'ldim. Sababi ichki ishlar organlariga bog'liq bo'lgan qanaqa sport bo'lishidan qat'iy nazar rivojlanmay qolmagan.